Kitob o'qish nima uchun foydali hisoblanadi? Birinchidan, kitob o'qisiz bilimingiz oshadi, dunyoqarashingiz kengayadi va xotirangiz kuchayadi. Ham sog'lig'ingizga, ham bilimingizga, ham hayotingizga foyda keltiradi. Har bir soha bo'yicha o'zingizni ustingizda ishlab, kitob o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha sohada peshqadam bo'lasiz. Prezidentimiz ham mana kitobxonlikda hozir siyosat darajasiga chiqardi. Hattoki mukofotlar ham bu bo'yicha belgilab qo'yilgan. Har kuni muntazam ravishda intizom bilan kitob o'qisangiz, siz o'zingiz oradan 1 oy 2 oy o'tgandan keyin hayotingizdagi o'zgarishlar, dunyoqarashingizdagi o'zgarishlar o'zingiz yaqqol guvohi bo'lasiz. O'zimdan oladigan bo'lsam, Savdogarlar ustozi degan audio kitobni 22 kunda tugatgan bo'lsam, ertalab sahar 10 minutdan 30 minutgacha vaqt ajratib eshitaman. Eshitganimni o'sha ustozga video shaklida yuboraman. Chunki biznes kurslarida o'qisangiz ham hozir ustozlar tomonidan topshiriq sifatida kitob o'qishni vazifa qilib beryapti. Har bir o'qiganingizni video shaklida yoki yozib qo'yadigan bo'lsangiz, siz mazmun mohiyatiga tushunib borasiz va o'sha o'zingizni tanlagan sohangizda natijalarga erishasiz. Maqsadlar qo'yishda, orzularga qanday erishish, barchasiga faqatgina kitob o'qish bilim yo'li bilan erishiladi. O'shaning uchun sizlarga tavsiyam, har kuni kitob o'qishga albatta vaqt ajratinglar. Kitob o'qinglar, dunyoqarashlaring kengayadi, bilimlaring oshadi va maqsadlaringga tez erishasizlar.